Butun boshli bitta xonani faqat bitta kameradan nazorat qilishga nima deysiz? Kutib oling, Ezvizdan E4P modeli. Xo'p, ushbu kameramiz nimalarga qodir? Birinchidan, butun bir xonani 360 gradusda tasvirga oladi. Ya'ni xonadagi har bir burchakni bitta kamera yordamida kuzatishingiz mumkin. Ikkinchidan, kameramizda faqatgina odam harakatiga moslashtirilgan datchik движенияsi bor. Uchinchidan, bu kameramizda ham barcha Ezviz kameralari singari ikki tomonlama aloqa funksiyasi bor. Ya'ni dunyoning xohlagan chekkasidan telefon orqali kamera oldidagi odam bilan muloqot qilishingiz mumkin. Uchinchidan, kameramiz Wi-Fi tanlamaydi. Xoh Wi-Fi 2.4 Gz, xoh 5 Gz. Keling kamerani ochib telefonga ulab ko'ramiz. Xo'p, kameramiz ichidan nimalar chiqdi? Kamera blok pitaniyasi, yaxshigina uzunlikdagi kabel, kamera va kronshtayn va qotirish uchun kameramizni o'rnatib oldik. Biz pitaniyani rozetkadan olganimiz uchun sal neakkuratni turibdi. Buni korb bilan chiroyli qilib, akkuratni qilib yasasa bo'ladi. Hozir telefondagi ko'rinishini ko'ramiz. Xo'p, telefondagi ko'rinishni ko'rishingiz mumkin. Kameramiz stabilni o'yryapti qimirlagan payt. Ezviz prilojeniyasining o'zida har xil menyulari bor. Xohlasangiz zapis yoqishingiz mumkin, xohlasangiz rasmga olib yoki mikrofonni yoqib gapirishingiz ham mumkin. Qarang, xonamizni полностью har bir burchagini tiniq ko'rsatib turibdi. Uni yaqinlatsak bo'ladi. Hozir kameramizning двусторонний связini tekshirib ko'ramiz. 1 o'tirganidek kameramiz ovozi juda yaxshi sifatli. Bu esa kameramizning telefon orqali eshitilishi va ko'rinishi. Kameramizning asosiy funksiyalarini qo'ldan kelguncha tushuntirib berishga harakat qildik. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Batafsil ma'lumot opisaniyada. Keyingi video obzorlarimiz Ezvizning ushbu kameralariga bo'ladi.